Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia qiziquvchilari. Kimki kanalimizda yangi bo'lsa, kanalimizga podpisatsiya va like tugmasini bosishni yoddan chiqarmang, chunki kanalimizda yil davomida yangiliklar, ya'niki Pavlonia haqida barcha ma'lumotlarni joylab boramiz. Hozir esa Pavlonia nihollariga necha kunda suv berish haqida gaplashamiz. Asosan Pavloniani Biagomusga ekiladi. Biagomus juda ham yaxshi namlikda saqlagani uchun 3 kunda 4 kunda namligiga qarab, ya'ni tuproqni qo'l bilan ushlab ko'rib, namligi yaxshi bo'lsa suv quymaysiz. Agar namligini yo'qotgan, quriyotgan bo'lsa suv qo'yib turasiz. Ya'ni suvni juda ham ko'p qo'yish shart emas. Suvni ko'p qo'yib yuborsangiz tuproq jiltasi chiqib qolib, tomir chirishiga, niholchaning nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. O'zi shunday ham ma'lum, tuproqni shunday ushlab ko'rasiz, ochib, agar juda ham tuproq qurib qoladigan bo'lsa, suv qo'yasiz. Agar namligi normal holatda bo'lsa, umuman quyish